yalg'izlanishga qarshi turish. Shundoq, belki qizib ketyapti. 38 gradusni yuqori. Yo'q, men emas, mushugim qizib qoldi. Bo'ldi, nima deyman qizim? Do'stingiz zodi sarismikan, emasmikan? Aniq gapni bir qiling. Men badalashib berolmay qoldim. Bova, nim bo'ldingiz? Yaqin kelmang. Yaxshisi doktorxonaga berib tekshirib beqing. Nimishqa? Chunki tuniga siz saris tumandari bilan bir soatdan ortiq paranglashibsiz. Shu, biz to'rda bir soat paranglashdik. Nim bo'pti? To'rda paranglashganmidinglar? Odamni qo'rqitguncha baldiroq desangiz bo'lmamdi. To'rda paranglashsa yuqmaydi, lekin 100 tur paranglashsa yuqamdigandi. Atigan tesi uning bilan ko'rishgansiz. Tez bo'lay. Saat 9:05 minut yetibdi. Voyjon, kechikib qoldim. Kechiring xo'jayin, ozroq kechikib qoldim. Oylik mukofotingizni. Bildim, bo'lsin. Yo'q, ishkasi beraman. Ishkasi? Xato anglab qolmagandim. Xato emas, birinchi bo'lib kelganlarga ishkasi mukofot pul berdi. Birinchi. Dadi, boshqalarimiz shishganmidi? Shuni deyman, ular doim vaqtida ishdan tushadi. Lekin vaqtida ishga kelamdi. Buni ajab terik turdi. Nadim menda xo'jayin bo'lsin. Akani bir odam ishga kelmabdi-ku mana. Atdiganda avtobusga chiqisganmidimikin? Odam tepos kasal yo'qdi. Amsa siz qo'rqmamsiz? Men nimadan qo'rqatdim? Avtobusdagilarning hammasi maska taqib olgan. Sizchi? Taqamadim. Yerim gradus. Qizib qapsam yutilyapsiz. Kasallik alomati aniq. Darhol uyingizga ketib, 13 kungacha sirtga chiqmang, tez bo'ling. Baya lift buzilib qopti-kan. Tallanpay bilan chiqqandim. Badan temperaturaning o'rilishi tabiiy-ku. Yetalga kelsak. Ketib ayrim uyda turing. Tez bo'ling. Ben geldim. Nima qilyapsiz? Sarisning oldini ilyapmiz. Dadi, ajab bo'lib qaytib kelsan-ku. Og'rib qoldim. Xo'jayin arameling dedi. Ağrıp kaldın mı? İğir emasdi. Obdanroq aram ağır. Dadisi, to'g'ri aytdilar.
Opsi, bu da zəhərdən saqlanish niqobini ko'proq akab qo'yarsiz. Nima qilganinglar bu? Dadi zukam bo'lib qopti. Sarisda yuqumlab qolmasa ye. Bundaq niqob maskalarni taqib olishinglarning hojati bormi? Qizim, bizni xato tushunib qolding. Xato tushunib? Asli bu maskani sana taqib qo'ymoqchi edim. Men suvarakki bak o'sh. Qocha. Nega qochsan kim qani? Qech baqa. To'xta. Qocha. Yaxshi. Endi qech baqa qani. Qolashmaqa. Hozir suvarak o'ltirsimi til anglaydigan odam. Qizim, doğrağını içib al. Appa. Qizim, doğrağını içib al. Al. Appa, sen yuqub qalışından qo'rqmamsan? Qizim, qandaq kasal bo'lishingdan qat'iy nazar holingdan xabar olaman. Biz degan amrak ana bola tursa. Appa, seni pek yaxshi ko'raman. Menmi shu? Rost, dadang sen amrak sho'rpini tayyorlab qo'ydi. Dadasi sho'rpini akrim. Ay, bu aparat bak qimmat. Uyinglarga berib suqishinglar. Bo'ldi, ketinglar. Qaytib ketinglar. Efendi, sizni saris bilan yoqimlangan deb gumonlayapmiz. Bu aparat ajab ilg'orkan, bir qarabda belgili bo'ladi-da. Qarabda belgili bo'ladi. Qarab bekinglar. Kim Dadi? Dadi, natijasi chiqibdi. Saris kesilining alomatlari bor. Polis yozsin, ayirib davolaymiz. Kim Dadi, birin bo'lmagansiz. Kim Dadi? Bu da to'g'ri talaffuz qilan bo'lamdi. Mening familiyam Chen emas, Chen Dadi. Kim bu? Men qarab boqay. Ishni nimada ochmaysizlar? Sizlarni sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi debdiq. Dadi, tekshirish natijasi chiqdimi? Doktor meni Saris dedim ha.
zukam bo'lib qapsiz dedi. Boshda zukam bo'lib qaptiman desam ishonmagantinglar. Nima? Menmi başdala zukam degandim-ku, xatolashmabdiman. Boshda bilgan odam nemishqa uxlagandimi maska taqib olasiz. Apa, men hujramga kirib naqshanlay. Ma'qul, qizim, kirib anglig'im. Qizim, sho'r pishki. İçmeymen apa. Kızım, sen amrak şorpu kaynatkan. İçmeymen. Dadan alaydan kaynatkan de. İçmeymen dedim o. Tamak yanla. Apa, nimandak çık korumula bu. Şu, öyümüzde hiç kimden sarısı kesili bilen yuqumluq qamağalıqını təbriklaş üçün tayarladım. Bu toxu geçi bək mezlik bopdu, qandaq tayarladınız? Tetim su bilen tayarladım. 4-cü hammam öğütüp koygan. Lekin bunu konu usulda pişirmedim. Biz qandaq pişirdik? Tipik bolmagan tetim su qo'yish usuli orqali pişirdik. Sarı. Ay, nemidan qo'rqsizlar? Undaq bo'lsa nim bo'pti? Kelinglar, hammamiz bu qo'rimini yeb tutayli. Qani, kelinglar. Sarı.